Balıqlar. Balıqlar türləri var ekan. Farel, sudak. Zmeyka deydi ekan bunu. Yoshlar yaxshilayapti kichkinalarga. Suyalar ozroq, filtrlar ozroq. Tassalub. Farel naryoda ekan. Tozalab, chiroyli qilib qo'ysa. Nomeri shu ekan. Narxlari 550, Farel, sudak 450, sazan 320, zmeyka 320, tassalub 320 ekan. Zakaz bersa pishirib ham berasizlarmi? Zakaz bersa va pishirib ham beradigan to'ylarga, boshqa narsalarga inshaalloh. Shu nomerlar ekan. Joylashishi Jalolobod pavilyonda. Qaysi baliq yoqadi sizlarga? Kommentariyaga yozib qo'yinglar.